Sizlarga juda ham arzon narxga Nexia 1 topib qo'ydim. Tiniq holatda. Mashina turishini qaranglar. Ammo sassanasi zo'r ekan mashina. Mashina 1997-yil Nexia 1 bo'ladi. Mashina kraskalari tomdan pastini yengil asfalt qorishgan ekan, lekin hech qanaqangi udarlar yo'q. Old orqalari butun deyishyapti. Mashinaning motor hadovollari ham zo'r holatda. Motorlari umuman 1 gram yog'ilmaydi deyishyapti. Kelib bemalol meni tekshirib olsalaring bo'laveradi. Mashinamizning salon holatlarini ham ko'rsatgan bo'lsa, sizlarga salonlari ham chiroyli holatda, chexol pollar qildirib qo'yilgan. Mashinaga hozirgi kunda hech qanaqangi rasxodlar yo'q, yurish turishlari ham zo'r holatda turibdi. Mashinamizga 4 yumshoq balonlar bilan shunaqangi sakadichlar taqib qo'yishgan ekan. Mashina orqa tomonidan ko'rinishlari ham, kuzovlarni ko'rib turibsizlar, chiroyli holatda turibdi. Mashinaga tayyor temir-metallar qo'yib qo'yilgan. Hozirgi kunda hech qanaqangi rasxodlar yo'q, yurish turishlari aytganimizdek zo'r holatda turibdi. Mashinaning narxi keladigan bo'lsa, egalari $2300 deb yuboramiz deyishyapti. Mashina kimga yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerini qoldirib qo'yapmiz. Telefon qilib bemalol baraka qilishlaring mumkin.